Shaharda bunaqa manzarasini ko'rish uchun albatta ushbu xonadonimizni xarid qilish kerak bo'ladi. 6-mikrorayon hududi 1-maktab yonidagi Novostroyka domga kelganmiz. Oshxona qismini ko'rib turibmiz. Tuv konturli kotyollar va aynan mana shu xonadonga hozircha gaz kelgan. Qolgan xonadonlar montaj ishlari bo'layotganligi uchun gazni hali ulamagan, lekin ushbu xonadonda gaz kelgan. Shotchiklar hamma yoqqa o'rnatib qo'yilgan hamda ushbu xonadonimizda bitta yaxshi tomoni bor, sizga hozir buni ko'rsataman. Bu ushbu xonadonning asosiy kirish eshigidan ko'rishimiz mumkin bo'lgan kattagina hol qismi. Bunga katta prixojniy mebel qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerga o'tirib stol, ya'ni ovqatlanadigan joy qilsangiz bo'ladi. Uni kattaligiga e'tibor bering. Bilmadim, 8 metr, 9 metr atrofida uzunligi va ikkita alohida xonadan tashkil topgan. 75-80 kvadrat atrofida 2 xonali uy va 7-qavatdamiz. 10-11 qavatli demak domimiz hisoblanadi va xuddi shuni 7-qavatda ushbu xonadonimiz joylashgan. Remont holatini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Chiroyli holatga ega. Bu yerda yotoqxona qismi kattagina va zal qismini ko'rib o'tamiz. Undan oldin sizga men yuvinish xonasini marhamat ko'rsatib o'taman. To'liq kafel qilib qo'yilgan, yaxshi unitazlar, yaxshi rakvinalar qo'yilgan holatda marhamat keling. Oshxona qismini yana bitta ko'rsatib o'ring. Balkon qismi ham ko'rinib turadi. Shaharda bemalol Farhod madaniyat saroyi dvorets ko'rinib turadi balkonga chiqsangiz. Juda ham chiroyli vid, pastki etajdan bunaqa manzarani ko'rishga imkoniyati yo'q. Marhamat, bu zal qismi parda gilamlarini o'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar, chiroylari tanlab qo'yilgan, ranglar kombinatsiyasi yaxshi tanlangan ushbu xonadonda hamda eshiklar ham yaxshi eshiklar o'rnatib qo'yilgan. Demak, kimga ma'qul keladigan bo'lsa, eslatib o'taman ma'lumotlarni. 1-maktabning yonida, ya'ni 6-mikrorayon hududi hisoblanadi. Yangi qurilgan dom bor. Xuddi shu domimizda 7-qavatda joylashgan. Bundan tepa qavatlar ham bor. Demak, 10 yoki 11 qavatli dom hisoblanadi. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, 75-80 metr kvadrat atrofini tashkil qiladi umumiy maydoni. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada to'liq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin hamda ushbu xonadonni juda ham chiroyli narxda sotuvga chiqaramiz. 635 million so'm. Joyida ozgina barakasiga o'tib beriladigan joy ham bo'ladi. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, 300 million atrofida pul yetmayotgan bo'lsa, ipoteka asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi qisman. Pastdagi raqamlar sizlar uchun. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'linglar. Mana shunaqa yaxshi xonadonlarni chiqarishda davom etamiz.